Hammaga assalomu alaykum. Hozir hamma kollagen ichyapti. Mana shu kollagenlarni ko'pchilikka nima uchun umuman foyda bermayotgani haqida gapirib bermoqchiman. Kollagenlar, hurmatli ayollar, 25 yoshdan keyin sekin-sekin ishlab chiqarilishi kamayadi va уже yoshimiz o'tgandan keyin bu jarayon yanada tezlashadi, ya'ni kollagen deyarli ishlab chiqarilmaydi. Va biz bu holatda ko'pchilik savol berishadi-da, qo'pol qilib aytganda, men kollagen ichyapman, nimaga menga foyda bermayapti deydigan holatlar bor. Juda ham ko'p ayollar bu narsani aytadi. Buning sabablari bitta emas. Birinchi sababi, agar sizda kollagen so'rilmayotgan bo'lsa, buni qayerdan bilamiz? Birinchidan, sizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Na terida, na sochda, na oyoq og'rig'ingiz qoladi, na bo'g'in og'riqlari qoladi va уже sizda norozilik paydo bo'ladi. Buning sababi bor. Birinchi sababi, agar sizda oshqozon ichak sistemasi yaxshi ishlamasa, hazm sistemasi yaxshi ishlamasa, so'rilmaydi. So'rilmagandan keyin aminokislotalarga parchalanmaydi va sizda qo'pol qilib aytganda pullaringiz unitazga ketadi. Va buni oldini olish uchun albatta hech bo'lmaganda yiliga 2 marta probiotiklar ichib turishimiz shart. Va probiotiklar, ayniqsa kollagen ichayotgan paytimiz probiotiklar ichsak birga bir so'riladi. Bu natija berishini birinchi yechimi. Endi ikkinchi yechim haqida gaplashamiz. Agar kollagen ichayotgan paytingiz shirinlik yedingizmi, sizda natija bo'lmaydi. Chunki shirinlik sizdagi kollagenni parchalab tashlaydi. Va eng yomonini aytaymi, agar kollagen ichmayotgan payti ham shirinlik yesangiz, organizmdagi kollagenni ham parchalashni boshlaydi. Va buni oldini olish uchun iloji boricha shakarlik va shakar mahsulotlaridan voz kechishimiz kerak. Va buni albatta asalga almashtirishimiz shart. Va yana eng asosiy sabablardan biri, kollagen mana ayollarimiz ko'pincha yuzi chiroyli bo'lishi uchun, terisi chiroyli bo'lishi uchun, tirnoqlari chiroyli bo'lishi uchun kollagen oladi. Lekin bo'g'inlarimizda kollagen yetishmovchiligi bo'lsa, biz birinchi organizm bo'g'inlarni to'ldiradi. Undan keyin tirnoq va sochlarimizga boradi. Va eng oxirida hamma joyini to'yintirib kelgandan keyin terimizga namoyon bo'ladi. Buni organizm Xudo tarafidan juda ham aqlli ishlab chiqilgan va eng muhimidan boshlab to'ldirib boradi. Bizni bo'g'in og'riqlarimizni qoldirib, soch tirnoqlarimizni mustahkamlab o'stirib, keyin terimizga boradi. Kollagen mana shunaqa xususiyatga ega. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling.